Xitoyda onalar farzandini o'pmaydi. Har bir davlatning o'z urf-odati, madaniyati bo'lgandek, Xitoyning ham salomlashish odobi biz o'zbeklar uchun juda g'alati tuyulishi tabiiy. Masalan, bizda yaqin dugona qarindoshlarni quchoqlab, yuzdan o'pib ko'rishish juda oddiy holat. Hatto amaki, aka-ukalar bilan ham mehr ko'rsatish tabiiy qabul qilinadi. Lekin Xitoyga kelganimda buning aksini ko'rdim. Men kuzatgan oilalar va odamlar orasida ko'pchilik salomlashganda shunchaki bosh irg'ab qo'yadi yoki og'zaki salom beradi. Hatto qo'l berib ko'rishish ham har doim ham odatiy emas. Xitoyliklar achumlashib ko'rishishni shaxsiy chegarani buzib o'tish deb qarashadi. Yana meni hayratga solgani shuki, ko'p joylarda ota-onalar ham farzandini odamlar oldida quchoqlab yoki erkalab o'tirishmaydi. Bu mehr yo'q degani emas, shunchaki ular sevgisini boshqacha usulda ifoda etishadi ekan. G'amxo'rlik qilish, ovqat tayyorlab berish, o'qishi yoki ishiga yordam berish orqali. Rostini aytsam, Xitoyga endi kelgan paytim bu menga juda g'alati tuyulgandi. Hozir esa oradan 8 yil o'tib men ham shu madaniyatga ko'nikib ketganman. Ba'zida O'zbekistonga borsam hamma men bilan quchoqlashib ko'rishganda bir lahzaga hayron qolaman. Madaniyatlar turlicha bo'lishi mumkin. Muhimi qaysi usulda bo'lmasin, mehr va hurmatni his qildira olishdir. Siz nima deb o'ylaysiz? Xitoyliklar to'g'ri qiladimi yoki o'zimizni milliy salomlashish odobimiz yaxshimi?